Onasi, o'zim orzu qilgan mashinani olgani ketyapman. Bitta duo qo'y. Qiziqsizdek. Bo'laqa. Sani duoyi ijobat onasi. Ilohim erimni o'ylagan niyatlariga yetkazgin. Hech kimdan kam bo'lmasinlar. Allohu akbar. Wow, gap yo'q. O'zim orzu qilgandagi mashina ekan. Boshlanish to'lovi ham arzon ekan. Qo'lingdagi pul ham bemalol yetar ekan. To'g'ri aytasan, o'rtoq. Rostdan ham zo'r mashina ekan. Onasi! Voy onasi! Chiqa qoq bo'l, chiq. Labdek. Chiqa qo'y. Adasi, olgan mashinangiz qani? Mashinami? Mana dedim. Adasi, nima o'zingiz orzu qilgan mashinani olmadingiz? Onasi, to'g'ri. Odamlarning eriga o'xshab, sani kafe olib yurolmayotgandurman. Zo'r kiyimlar olib yurolmayotgandurman. Bir xil erlarga o'xshab mashina haydatib qo'ya olmayotgandurman. Hozircha qo'limdan kelgani shu. Men uchun sen xursand bo'lsang bo'ldi onasi. Men siz bilan yashab haqiqiy baxt nimaligini bildim. Siz kuchli erkaksiz. Boringizga shukr adajonisi. Rahmat.